Çıkan içiksən yaxşımısan? İçsən çıxan yaxşımısa, yaxşı yürütmüsən? Ha, bu sana. Şu qruppalara yazım yürgənimdən, yoxalıb getgənimdən hava taraf çakırıbsan, rəhmət çıxan. Şu dərdimi açsam sana, neçə doktora bardım. Hər qaysı hər xil resept yazıb belə, doğru içiş canıma deyib getdi. Problemam aytayım sana. Şamallaşım ba, kistan ba, miyomam ba, qarmonlarım aşıq getgən. İndi ərimlikini açsam sana, ərim vəbşi enerjisi yox. Kan damarları dıkılıb qalan, əriməm qarmonları özgərib getgən. Neçə vaxtdan bəri davalanamışım boyuma, kan yürübdü. Mən şunun üçün özüm qısınıb hər yana oka çok vurub. Bunu da gülüb ürgənimə qarama, sən dərdim içimdə. Şunun üçün qruppalara girim mən də. Sən çox Həmməsi xudadan. Assalomu alaykum. Uzr aka, suhbatlaringizni eshitib qoldim. Men sizga bir profilni tanishtirib o'tmoqchi edim. Parizoda Rustamovna. Shu profilni bilan tanishib chiqsangiz, gormonal o'zgarish bo'lib turgan, homilador bo'lolmay turgan ayollarimizni, qizlarimiz uchun katta yordam beradi. Bir profilga o'ting, hamma ma'lumoti kiritilingan. Balki men yoki bu profil sababchi bo'lib homilador bo'lib qolishingiz mumkin. Bunda qiynal bilmasligingiz mumkin. Aynen işte. Şunca doktorlar bana yardım vermeyen şu profili kesmiş, yardım veredi. Bu profil egasi yordam bermaydi. Profil egasining mahsulotlari balkim yordam berib qolishi mumkin. Lokatsiyasını joylashgan ekan. Ben bir lokatsiyaga borib ko'rib kelinen. Katta rahmat size, sağ olun. Yaxshimisiz? Bana bir kez tavsiya etdingiz. Doğuşa tayyorlanib yurdim. Neçələ doktora barsam faydası bo'lmaydi. Doğru doktorların faydası var, lekin ishonarsiz bo'lib turibdi. Chunki doktorlarimiz shuncha retsept yozadi. Har qaysi har xil retsept. Shunga adım qismadim, sizni tavsiya etdilar bana. Aynan bizning mahsulotlarimiz hozir doktorlar ham tavsiya qilib turibdi. Chunki hech qanday hech yere zararli tarafi yo'q. Foydali bo'lsa bo'ladiki, zararli mahsulotlarimiz yo'q. Aynan bu narsamiz BBest ayollar uchun va BBest erkeklar uchun degan mahsulotimiz bor. Ayol va erkaklarning gormonlarini normalga solib beradi. Tug'ruq jarayonida tavsiya qilinadigan mahsulotlardan biri. Bu kapsula ko'rinishida buni vazifasi ko'p. Ayollik jozibamizni, erkaklik kuchimizni ham to'g'rilab beruvchi mahsulotlardan biri hisoblanadi. Buning yonida обязательно tabiiy o'tlardan tayyorlangan lichepli choylarimiz ham bor. Lichepli choylarimiz bu Gentleman bilan Donna Bella. Ayollar uchun Donna Bella, buni tarkibida barovoy matka degan narsa bor. Buni hozir meditsinalar tushunadi, yaxshi sostavi zo'r bo'lgan choylarimizdan hisoblanadi. Bu esa erkaklarga bo'lgan tabiiy o'tlardan tayyorlangan choy. Bu naborni tug'ruq jarayon paytida shunchaki profilaktika uchun ham ichiladigan mahsulotlar hisoblanadi. Chunki har bir insonni gormonlari har doim ham to'liq bo'lmaydi. Gormonlarni normalga solib olishimizga ham yordam beradi. Ayol va erkaklarni bir-biridan yaqinlashtiruvchi mahsulotlarimiz ham hisoblanadi. Ichilish tartiblarini tushuntirib beramiz. Lichepli choyimiz zavtrak ujumda ichiladi. Kapsulalarimiz bo'lsa zavtrakda ovqat mahal ichiladi. Katta rahmat, xudo xolasa niyatlarimni yetsam sizlarga podarka bilan kelaman. Hammangizni Inel mahsulotlarida kutib qolamiz. Inel kompaniyasındagi mahsulotlarini ichishni tavsiya etaman va o'zim ham aynan shu narsalardan ichaman. Chunki men ko'p yillar davomida harakat etib kelyapman.